Xolodilnikimda qolib ketgan tvorogim bor edi. Nima qilay ekan deb rosa boshim qotdi. Va xayolimga shu kam hajgina lekin juda mazali pirogni retsepti keldi. Xamir uchun 2 ta tuxumga 1 piyola shakar, 1 piyola qolib ketgan tvorog. Ya'ni 1 piyola bo'lishi shart emas, yarim piyola ham bo'ladi. Ana endi 250 gram eritilgan margarin va 1 choy qoshiqdan razg'ishli vanilin va keragicha yumshoqqina xamir bo'lguncha unimizni qo'shib olib, xamirimizni teng 2 qismga bo'lib olib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Archib olingan 1 kilo olmalarimizni shu shaklda to'g'rab olamiz va qizib turgan tavamizga 1 choy qoshiq sariyog' qo'shamiz. Ketidan olmalarimizni chiroyli qilib 1 minut davomida shakar bilan birgalikda qovurib olamiz. So'klari u darajada chiqib ketmasdan yana xohishga ko'ra yong'oq qo'shib olamiz. Buni ham где-то yarim sekund qovurib gazni tagini o'chiramiz va kata xamirimizni listimiz razmerida yoyib olamiz. Menda kata duxovka listini yarimtalik qolibidan ishlatdim. Nachinkani bir tekisda qo'yib olib, ustiga ikkinchi xamirimizni ham yopib olib, chiroyli qilib chekalarini yopishtirib chiqamiz va pirogimizni qizib turgan duxovkada 200 gradusda orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan pirogimizni issiqligida saharni pudriga belab olamiz va qarabsizki, haqiqiy go'zallik dasturxoningizda tayyor bo'ladi. Shaxsan biz oilaviy bu pirogni sevib qoldik va sizlarga ham maslahat beraman. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham juda yam yoqib qoladi. Bu pirogga qoyil qoldim. 3-4 kunda ham svejiy bo'lib turar ekan. Mendan shunaqa zo'r retsept, sizlardan esa bitta laykcha va yaqinlarga ulashib qo'yishinglarni so'rab qolaman.